Assalomu alaykum aka-ukalarim. Kirib chiqdi temasi bo'yicha mana bugun granitsaga kirib chiqdik. Qaytishda bir perevol qilib oldik. Hozir mana kreditlarimni gapirtiraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi? Zo'r bo'ldi. Bordi keldilar, cho'tki bezi ochilib, bazan tezda kirib mana metlarda damni olib, yo'llarda charchamay, biratamni o'zlari sok-pok ugasit qilib, malades aka sizga omad. Katta rahmat, katta rahmat. Bemalol addushi murojaat qiling, o'sha akaga 100% garantiyali mana biz shetda esli uchun nomerimni ham berib qo'yaman. Aldagan bo'lsam o'zimga telefon qiling, pulini to'lab qo'yaman aka. Ko'p katta rahmat. Bloger emasman aka, o'zim sizda yo'l ochaman, ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, shart emas, shart emas. Yo'q, shart emas. Raynida endi alaylar o'ylamasdan mana akalar. Shart emas. Kecha ketdik mana akalar. Kirib bemalol mana chiqdi aka. Gapi yo'q sizga Dim aka va akam otlari Dim aka bexijolat murojaat. Astanovga bo'ldimi, bo'lmadimi yo'lda? Yo'q aka. Astanovga Granitsada vobshe bo'lmadi aka. Cho'tki bo'ldi. Katta rahmat, sog' bo'ling. Mana shu akaman bordi. Qanday yaxshi kirib chiqdingizmi? Kamchilik bo'lmadimi? Gap yo'q, kamchilik 8 hamma cho'tga borish kelishlari ham, banklar ham hamma narsa joyida. Endi chiqdi ham Yo'lda Astanovga bo'ldimi, bo'lmadimi? Gaylar ushlamadimi? bo'lgan yo'q. Hech qanaqa problem. Bordik, keldik, zo'r, hamma narsa zo'r. Zo'r borib keldik, gayaga ham tushganimiz yo'q. Katta rahmat. Qolganlar mashinada o'tiribdi, qolganlar. 3 ta mashinada kelganmiz, mana uchala mashina arqa to'g'ri kelib, kelinglar aka. Katta rahmat. Mana bu yoqda akamizdan bir so'rab beramiz. Qanday yaxshi chiqib chiqdingizmi? Dokumentsiya qanday? Zo'r. Yo'llarda ham, hamma tomon chegarada ham bez o'chirib, gap yo'q. Astanovga bo'ldimi, bo'lmadimi yo'lda borishda? Yo'q, zakonni hammasi cho't. O'g'rincha yo'ldan bordik. Ko'rdingizku, o'rmonning ichidan, tashlandiq qishloqlar orasidan aylanib bordik. Akaga murojaat qilaveringlar. Aka zo'r olib olib keladi. Katta rahmat. Mana aka-ukalarim kirdi chiqdi bo'yicha nimaga desa, shu kirdi chiqdi bez dokumenti bormi yo'qmi farqi yo'q. Zlodyakorovdan qarzi bormi, unisidan farqi yo'q. Mana bez dokumenti akalarimiz chiqsa, bez dokumenti akalarimizdan alohida o'g'rincha yo'ldan gransiga olib boramiz. Astanovga vobshe bo'lmaydi. Keyin Tojikiston fuqarolarini alohida olib boramiz. O'zbekiston fuqarolarini esa shu O'zbekiston fuqarosi, Ozarbayjon fuqarosi, Qirg'iziston fuqarosi bular aralashib boradi. Nimaga desa, ular o'chirda o'tirmaydi granitsada, bez o'chirib kirib chiqadi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon fuqarolari bez o'chirib kirib chiqadi ular granitsaga. Yo'lda borishda mana Astanovga bo'lgani yo'q. Nimaga desa, bizlar o'sha yangi yo'l topdik, Tomojdaga boradi ekan. Shuning uchun murojaat qilaveringlar. Katta rahmat.